Mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarining alohida o'rni bor. Ana shunday tarmoqlar orasida mebelsozlik sanoati yetakchi mavqega ega. Bugun mamlakatimizda mebelsozlik sanoati tobora rivojlanib, yurtimiz iqtisodiyotining muhim ustunlaridan biriga aylanmoqda. Yangi texnologiyalar asosida zamonaviy korxonalar barpo etildi. Mahalliy xomashyodan foydalanish yo'lga qo'yildi. Shu bois yurtimizda ishlab chiqarilayotgan mebel mahsulotlari sifat jihatidan xorijnikidan qolishmaydi, balki ko'p hollarda ular bilan bemalol raqobatlasha oladi. Samarqand tumanidagi Mondelux Group keng turdagi mebel mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxona ko'p yillardan buyon ichki va tashqi bozorda o'z brendini yaratgan. Avvaliga asbob uskunalar ham oddiy, ishchilar soni ham ko'p emas edi. Yillar o'tishi bilan mamlakatda tadbirkorlikka katta e'tibor qaratildi, imtiyozlar yaratildi. Natijada mazkur sex zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. Ishchilar soni ortib, mahsulot turlari kengaydi. Shundan keyin faqat mahalliy bozorga emas, balki qo'shni mamlakatlarga ham mahsulot chiqara boshladi. Korxonada yoshlar va tajribali ustalar birga mehnat qiladi. Kimdir naqsh chizsa, kimdir qurilma ortida mahsulotni aniq o'lchovda kesadi. Boshqa biri esa yakunlovchi bezaklarni qo'yadi. Shu tariqa oddiy taxtadan stol, stul, divan, bejirim kursilar, mustahkam javonlar yaratiladi. Bizning maqsadimiz sifatli, qulay va zamonaviy mebel tayyorlab, xaridorlarga yurt ichida ham, xorij bozorlarda ham munosib xizmat qilish, deydi korxona ish yurituvchisi Parviz Rasulov. Korxonamiz 1996-yilda ochilgan, 10 kishi bo'lib, hozirgacha 400 dan ortiq ishchimiz ish faoliyatini olib boradi. Ishlab chiqarishimiz yaxshi. Hozirda MDH davlatlarida hamda Yevropa davlatlarida eksportimiz bor. O'tgan yili eksport salohiyatimiz 15% bo'lgan. Bu yil 30% dan oshirmoqchimiz, Xudo xohlasa. Hozirda bizlarga ishchilar soni ko'pligi uchun eksport darajamiz yaxshi. Ko'plab yoshlar ishlaydi bizlarga. Korxonamizda ijtimoiy himoyaga muhtoj hamda nogironligi bor shaxslar ham bor. Ularni farovonligini ham yana oshiryapmiz. Ish o'rinlarimizga ham shularga e'tibor qaratilgan. Korxona mamlakatimizda mahalliy xomashyodan samarali foydalanish, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirish yo'lida faoliyat olib bormoqda. Eng quvonarlisi, bu yerda ishlab chiqarilayotgan mebel mahsulotlari sifat jihatidan xorijniki bilan bemalol raqobatlasha oladi. Mebel ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiyotda salmoqli o'rni bor. Ular qiymat yaratadi. Bu qiymat yangicha interyer, zamonaviy turmush madaniyati, ishonchli daromad va barqaror iqtisodiy o'sishdir. Bu yerda turayotgan showroomimiz 97-yilda 5 kishi bilan ishni boshlagan. Hozirga kelib 50 ga yaqin xodim do'konni o'zida sotuvda faoliyat ko'rsatadi. Hozirgi paytda ham aholiga, ham eksportga shu yerdan mahsulotlarni yetkazib beryapmiz. Ishni boshlagan paytimizga 5 xil model mahsulotni ishlab chiqarardik. Hozirga kelib 1000 dan ziyod modellarni ishlab chiqarib, xalqqa yaxshi narxda yetkazib bermoqdamiz. Kelgusidagi rejalarimiz yanada rivojlantirib, eksport salohiyatimizni 10 baravarga oshirmoqchimiz. Shu bo'yicha Amerika davlati bilan shartnoma ustida ish olib borilmoqda. Kelgusida yana yangi loyihalarimiz bor. Sohada ishlab chiqarish hajmining o'sishi bilan yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bu esa aholining bandlik darajasini oshirib, oilalarning barqaror daromadga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Mebel ishlab chiqarish jarayonida ustalarning mahorati, dizaynerlarning yangiliklari va ishchi xodimlarning mehnati qimmat baholanadi. Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmasiga ega kadrlar yuqori maoshga ega bo'ladi. Bu esa ularning moddiy sharoitini yaxshilaydi. Bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan mebel mahsulotlari sifatini yanada yaxshilash maqsadida korxonada asosan Germaniya, Italiya, Turkiya, Rossiya, Xitoy va Shotlandiya davlatlarining texnologiyalaridan foydalanilmoqda. Ishxonamiz yaxshi, katta ishxona. Mana shunda ishlayotgan bolalar hammasi dimog'i cho'q, mana rozorni şeydan tebratyapti, yaxshi oyliklar olyapti, va to'y qilyapti, mashina olyapti, mana shu yerda ishlab. Yoshlar uchun sharoit juda yaxshi bu yerda. Uzoqdan kelib ishlayotganlar Pastdarg'omdan kelib ishlayapti, mana Sazag'ondan kelib ishlayapti, Urgutdan bor, shahardan bor. Bu yerda 500 dan ortiq
odam ishlaydi bu yerda. Korxona orqasida shu qozonimiz qaynayapti, hammasi yaxshi. Firdavs mebelsozlikda ish boshlaganiga 3 yildan oshdi. Dastlab sexda ustaga shogird bo'lib ishladi. Stol va kursilarni yig'a boshladi. Daromadi katta emasdi, ammo u mehnatini sidqidildan bajarib, kasbning sir asrorlarini o'rgandi. Shu sa'y-harakatlari tufayli u korxonaga ishga qabul qilindi. Maoshi avvalgidan 2 barobar ko'paya boshladi. Daromad ortishi bilan oilaviy sharoit ham o'zgardi. Uyga yangi maishiy texnika oldi. Ota-onasiga moddiy tomonlama nafi tega boshladi. 3 yildan beri ishlayman. Ishimiz oson, hamma narsa avtomatlashtirilgan, hamma sharoitlar bor. Ham ishlayapman, ham hunar o'rganyapman. Oylik maoshlar vaqtida beriladi, yetadi o'zimizga. Doim ish o'rniga egamiz. Dastlab kelganimga 3 yil oldin ustozimiz Baxtiyor aka o'rgatishgan ishni. Asta-sekinlik bilan boshidan boshlab, keyin sekin-sekin o'zimiz mustaqil hozir stulchalarni yasaymiz, kreslochalar yasaymiz. Shunga o'xshash narsalar yasaymiz. Shu ishlagan ishimizni, yasagan mahsulotimizni ko'rsam yanada zavqlanib ishlagim kelaveradi. Ishlayman degan yoshlar uchun sharoit yaxshi, ish o'rinlari bor, hamma narsa avtomatlashtirilgan. Texnik xavfsizlikka rioya qilib ishlash kerak. Har oyda olayotgan maoshim o'zimga yetarli. Firdavsning hayotidagi bu o'zgarish mebelsozlik sanoatining rivoji, odamlarning moddiy sharoitini qay darajada yaxshilashini yaqqol ko'rsatadi. Agar soha taraqqiy etsa, unda mehnat qilayotgan har bir insonning turmush sifati ham yuksaladi. 2018-yil shu sexga ishga keldim. Sharoitlari yaxshi, tushlikda, obedda beradi o'zlari, avtobus olib borib olib keladi. Oyligi yaxshi bo'lgani uchun mana shu yerda ishlab Xudoga shukr, oilamga o'ziga ozmi ko'p hisobda qo'shib kelyapman. 2 ta qizimni uyli qildim. O'qitdim ularni, institutda o'qiyapti 2 ta qizim. Endi kichkina qizimni ham nasib bo'lsa o'qishga kirgizish niyatim bor. Sharoitlari yaxshi. Ayollar uchun unday og'irlik qilmaydi. Og'ir ko'tarmaymiz. Hamma sharoitlari yaxshi, avtomatlashtirilgan, qulay hamma narsa. Bugungi shiddatli davr mebelsozlikda ham yangicha uslublarni taqozo etadi. Bu yo'nalishda yangi texnologiyalar joriy etildi. Kompyuter orqali mebel loyihalash ishlarida ham yangilik muhim. Ishlab chiqarishda yangi g'oyalar korxona foydasini oshirishga hissa qo'shmoqda. Korxona foydasi oshgani sayin ishchilarning maoshi va rag'batlantirish tizimi ham yaxshilanmoqda. Buyurtma bo'ladi. Konstruktor texnologlarimiz bor. Buyurtmaga qarab bizlar texnologlar, konstruktorlar ko'rib chiqilib, chizma qilib yasab chiqaramiz. Qanaqa buyurtmalar bo'lsa, alohida ishlaymiz. Dizayn qilib olib keladilar, o'shanga qarab ham chizib, taxlab beramiz. Bitta jamoa bo'lib ishlaymiz. Korxonaga hamma o'zining sohasida yaxshi ishlaydi. Konstruktorlar, texnologlar hammasi o'zini ishi bo'yicha mutaxassis. Hozirgi paytda ancha zamonaviy bo'lib ketgan chizmalar, o'shanga qarab bizlar bolalarimiz dizayn qilib berishadi. Hozirgi zamonning nimasiga, talabiga qarab ishlab chiqarib beramiz. Konstruktor texnologlar hammasi yozib, chizib, mijozlar bilan gaplashib, buyurtmalarni ko'rsatib, o'z vaqtiga, ishining sifatiga qaraymiz. Bu yerga 6 yildan beri ishlayapmiz. Oyliklar, ishlar hammasi joyida. Yangi rejalar mana o'zi qilyapmiz. O'z kelayotgan buyurtmalarimiz bo'yalgan bo'lyapti. Endi har xil bo'ladi. Bizlarga buyurtma keladi, bizlar hammasini yasab beramiz. Individual har xil sohada taxlab, bolalar tayyorlab beradi. O'shani chiqarib, o'z vaqtiga chiqarib beramiz. Maqsad o'sha mijozni buyurtmalarini vaqtiga topshirib, xursand qilish. Birinchi o'rinda sifat masalasi bizlarda. Sifatga e'tibor katta, kuchli. O'sha mijozga ham xuddi shunday deb o'ylayman. Takror buyurtma beradigan mijozlar ko'p. Har bir tayyor mahsulot faqat buyum emas, u inson mehnati, mahorati va orzusining natijasidir. U xonadonga kirib borganda odamlarga qulaylik, go'zallik va orom ulashadi. Shu bois bunday korxonalar faoliyati nafaqat iqtisodiyotimiz uchun, balki xalqimiz turmush tarzi uchun ham muhim tayanch hisoblanadi. Nilufar opa Nurobod tumanining Sazag'on qishlog'ida yashaydi. Har kuni ertalab ishga shoshib, kechda uyiga oshiqadi. Ishlash uchun zaruriy sharoitlar bor, faqat tez-tez harakat qilish kerak deydi suhbatdoshimiz. Nurobod tumani Sazag'on qishlog'idaman. 2019-yil ishga kelganman. 7 yildan oshdi. Bu yerda brigadamiz Ziyoyev Marif. Hamma ishlarni shu kishi o'rgatgan menga. 40 ga yaqin ayollar keladi qishlog'imizdan. Avtobus bergan, ertalab olib keladi. Kechga olib ketadi, uyimizga tashlab chiqadi.
Zavqiddin aka oddiy ishchi bo'lib mebelsozlik korxonasiga ishga kirgan ilk kunlari ustalarga yordamchi sifatida mehnat qildi. Taxta kesdi, asboblarni tayyorladi, kichik vazifalarni bajardi. Yillar o'tdi, korxonada ishlab, mahoratli ustalar safidan joy oldi. Maoshi ham asta-sekin ortib bordi. Uning hayotidagi farovonlik soha rivoji va mehnatining samarasidir. Zavqiddin aka misolida ko'rish mumkinki, mebelsozlik sanoati faqat iqtisodiy o'sishni emas, balki insonlar hayotida ham farovonlik yaratadi. Mehnat orqali moddiy sharoit yaxshilanadi, orzular ro'yobga chiqadi. Korxonada ishlayotgan xodimlarning hayotidagi bugungi iqtisodiy o'zgarishlar bu soha odamlarning moddiy va ma'naviy turmushini yuksaltirishiga yorqin misoldir. Mebelsozlikdagi mehnat insonga nafaqat daromad, balki katta orzularni amalga oshirish imkonini ham beradi. Uning taraqqiyot yo'li ikki muhim narsani ko'rsatadi. Iqtisodiyotdagi islohotlar soha rivoji uchun imkoniyat yaratdi. Inson mehnati va tashabbusi kichik sexdan katta korxonaga aylanishga asos bo'ldi.